Ha, mayli. O'zing bilasan. Alo. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Javlonbek bo'lsizmi? Rahmat, sog'ligingiz yaxshimi? O'g'lim, siz o'rtog'ingiz mana 2 kundan beri ichkarida o'tiribdi. Hozir yo'qolgan 9 million 300 mingni hozir qilib beraman o'g'lim. Iltimos arizangizni qaytib oling. Yo, amaki. Men o'g'lingizdan bo'shni kutmagandim to'g'risi. Iltimos qilaman sizdan. Hali ozgina jazosini olsam amaki. Yo o'g'lim, unaqa qilmang. Biz katta boshimizni kichik qilib sizdan iltimos qilyapmiz. Arizangizni qaytib oling, iltimos qilyapman o'g'lim. Mayli amaki, bo'lmasa pulni bersangiz qaytib olishim mumkin. Bo'ldi o'g'lim, qattasiz hozir olib borib beraman. Ha, go'ritni ichidami? Bo'ldi o'g'lim, o'sha yerda ko'rishamiz. Xudo xolisa. Bo'ldi, xo'p amaki, kelavering. Olmaylar. Ha, tinchlikmi? Nima qilyapsan bu yerda? Ha, bugun yig'ilishimiz bor-ku, balla. O'shanga keldim. Biz oramizda o'g'rilarga joy yo'q. Surbatda. Ajoyibmisizlar. Men o'g'ri emasman. Hammasini eshitdik. Yaxshilikcha keta qol. Xo'p, xo'p. Shuncha yil ichimizda yurgan ekanda. Ha, mayli. Bo'lar ish o'tdi ketdi. Qorinam ochib ketdi. Ovqat kelarmikin ha? Dada, Rossiyaga ketmoqchiman. Ye, nimaga? Shu siz dada, ko'cha-ko'yda yursam hamma o'g'ri deb tashayapti. O'shanga Rossiyaga borib bir-ikki yil ishlab kelsam, odamlarni esdan chiqarmidi? Mayli o'g'lim, sen ham qiynalding. Tuhmat ham yomonda borib ishlab kelgan. Uka, shu yerda Javlonbek degan bola ishlashadimi? Ha, amaki, shu yerda ishlashadi. Kiraverasiz ichkariga. Javlonbek. O, Javlonbek. Hola bey. Ye. Assalomu alaykum amaki. Mana alaykum assalom. Siz emisiz? Keling amaki, nima qilib yuribsiz bu yerda? Javlonbek, mana shu paketda ol. Nima o'zi bu amaki? Ye, pulmi? Ha, pul. Bu hali yo'qolgan kontragini puli. Ye, qanaqasiga amaki? Shunda nafsi bandlik qilib pulni men o'g'irlab qo'ygandim, o'g'lim. Ye, amaki, qanday qilib o'g'irlagandingiz? O'sha kuni pul zararladi. Zinapoyda ko'rishganimizdan keyin. Assalomu alaykum amaki. Tuzimsan, qayerga ketyapsan shosha? Uydagilar kontraktni pulni berib olishgan ekan taksidan. O'sha olgani ketyapman. Ha, yaxshi. Ha, uyda muammolar yo'qmi? Yaxshi o'tiribsizlar, hamma yoqda ehtiyot qilib. Yo'q, amaki, muammo yo'q, hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Pul olishingni bilib, o'sha kuni yakshanba edi. Bugun to'lamasa kerak kontragini dedimda.